Mayli gaplashib turing balkonim bilan. Xo'pmi? Sevib kelayman. Quchoqlab o'pib tashlasa maylimi? Quchoqlab o'pib tashlasa. Lekin o'pishgim kelayapti-da, mayli u bolaga mayli o'pishardim lekin. Yaxshi. Qaldiysan? To'xtaman, 5ga 1 qilyapman. 5ga 1 qilyapsizmi? Yo'qmi? Sen tomosha qilib aytding-ku hammaga 5ga 1 qiling deb. Men ham chiqib kelay dedim. Kamerangizni ochib qo'ying aka. Bitta aka ko'ring, men ko'rishim kerak-ku, endi men aytdim-ku. Qo'rqib ketma-chi, uxlolmay chiqasan. Yo'q, qo'rqmayman, bitta oching. Avval живой ko'rmagansan-ku, qo'rqib ketasan. Bo'pti. Qaysidir kinoda aytadi-yu, qaysidir kinoda aytadi-yu. Yo'q, qo'rqib ketasan, yo'q, qo'rqib ketasan deydi-yu, qaysidir kinoda. Bitta ko'ring. Bitta ko'ring oching. Kamerangizni. Sani ham qomatini bitta ko'ray, uxlab qolmasdan. Telefonni oching tezroq. Seriozmi? Endi ochiqcha gapiraman-da aka, 5ga 1 qilayotganmi desa uyda. Narmanda bola yo'q. Sevgiling ketadi Surxondaryoga. Men qolaman Toshkentda. Endi sizniki bo'lib qolamanmi-ki? Ko'rsatingchi bitta. Kamera ochib. Yalamachi bo'yotibdi-da. Kiraverasizmi? Kiyimsiz yotibdi, kiraverasizmi? Mayli. Yo'q, qo'ying. Uyalib ketasiz. Uyalmayman, bitta ko'rsating. Nimaga 5ga 1 qilyapsizmi? Uyalyapsin balkonni. Uyalmang. O'zlari ham qilib yotibdi, gapimni eshitib. 5ga 1 qilmayman. Nima qilasiz aka? Xotinim bor, qadi. Xotiningiz bor. Xotiningiz hozir oldingizda yo'q-ku. Mayli yo'q, oldimda yotibdi. Qachon bo'ldingiz aka xotiningiz bilan? Aytishim kerakmi sizga qachon bo'lganishim? Endi qiziqda menga. Men ham erga tekkanimdan keyin Erga tekkan. nima bo'ladi ekan deb qiziqyapman-da. Erga tekkandingiz siz? Men erga tegmaganman. Nechinchi yil siz? 2009 mi? Aka, qanaqa pozada bo'ldingiz bo'pti? Bilarkansiz, nimaga so'rayapsiz? Yo'q, bilmayman. Qanaqa pozada bo'lganingizni ayting. Yo'q, aytyapsiz-ku, qanaqa pozada bo'ldingiz deyapsiz-ku, o'sha bilmasangiz aytmaysiz-ku narsani. Yo'q, men bilmayman. Eshitganman, men bitta pastda yozdi, qanaqa pozada bo'lgan ekan deb. O'shan o'qib beraymi? Men bilmayman. Sharsan YouTube qildim. Hech kim yozmayapti-ku, men o'qib turibman-ku mana. Ayolni birinchi kechirib bo'lmaydigan gunohi bu xiyonat. Eri bo'la turib, oilali bo'la turib, boshqa biror bir inson bilan jinsiy munosabatda bo'lishligi kechirilmaydi, birodarlar. Kim bo'lganda ham farzandi 2-3 ta emas, 10 ta bo'lmaydimi? 15 ta bo'lmaydimi farzand? Xiyonat qildimi? Qandoq bilan yashash mumkin? Qanaqa erkak xotirjam hayotini shu bilan o'tkazishligi mumkin? Bu meni qizim. Sizlardan uchun so'rayman. Yurak parog'i bilan tug'ilgan. Agar qo'llaringizdan kelgancha yordam qilishingizni so'rayman. Operatsiya uchun 30 ming so'rayman. Sizlardan o'tinib so'rayman. Bolam uchun. Boradigan hech qayrim yo'q. Hech qayerga bora olmayman. Hech kimdan yordam so'ra olmayman. Sizlardan mendan qaytmas, Allohdan qaytsin. Qo'llaringizdan kelgancha yordam so'rashingizni so'rayman.
Ey Xudojonim, iltimos sizlardan hech kimdan yordam so'ramayman. Yurak paragi bilan tug'ilgan. Har kun doktor chopib, har kun pansiyaga olib boryapman. Hozir turgan joyimiz ham ijarada. Kuniga 50 mingdan to'layapmiz. Sizlardan o'tib qo'llaringizdan kelgancha yordam qilishlaringizni so'rayman. O'sha bolam uchun. Tezroq qilmasa o'tishi ham mumkin ekan.